Perzətlerinki içki pirağıda, perzətlerinki gəm əndisiz pirağıda keçisi uxlayanmay şu oy. Abdumjadakam şu yaşanğanlarda hazır şu kişilikte uxlayanmaydigan iş bek ağır ekan. Şu bizning yerlik tibobatda qanday davolaytmiz shuni? Mush to'g'ri bir so'zlardan. Bu yaşanğanlardaki bu uykusuzluk hazır yamrab yaş qarab menavadıdı. Yaşlar doyun sirip yoki bo'lmasa shunda sanaq baxtma uxlayanmaydiganlar. Yaşanğanlama günde her günü keşke turist qalab basa sanab baxtma uxlayanmay alami tağıtıp tutqa ahvallar günü chiqiyotdi. Endi bu uykusuzluk nima sababdan kelib chiqadi degan chaqimizda oldi bilan bu uyquning nimaligini uqib. Bu uyqu sifatlik, qinib uxlagan, rahat uxlagan chaqimizda badanimizdagi immun kuchi eshib, a'zolarning sog'lomligi texmbak yuqori ko'tarilib, badanimiz sifatlik, sog'lom, uzun ömür ko'rishga foydasi bor. Endi bu uyqusuzlikqa endi yaşanğanlar nima deb o'ylayotgan desangiz, abi yaşanğan chaqda uyqu qetish deganlik normal ahvol deb sal qarab uyqusuzlikqa. Shuning bilan bu ichki a'zolarningki aram elishi yaxshi bo'lmagandan keyin bular yurak, jigar, böğrek, qatorliq, tal qatorliq, o'pka masalan qatorliq a'zolar aram elishi yaxshi bo'lmagandan keyin a'zolarningki zaiflashishi küçüp ketib, muş uykusuzluq sababidan ömrü nəhayət qısqırılıb ketdi. Endi men buni bir qancha turga yig'inchoqladim ukam. Uyqusuzlikning. Birincisi, mushu badanda bor kasalliklar. Masalan, mushu yuqori qon bosim, diabet qatorliq, ham ustixon kasalliklari qatorliq mush kasalliklarning sababidan a'zolarningki zaiflashib ketishdan keltirib chiqarib qo'ygan. Ikkinchi birisi bak ko'p o'ylash. Bu yaşanğanların köp kısmı hem de hizmet az, yakımız hizmet besimi tüven boğan bilen balı çaqa, nevri çevrelerindeki besimi eşip kitip o biçare boğaymamaylığa. Aşını oylap, ah balam iş oğan mı to, ma balamның hizmeti kanda oğan to, bu balamның ki azı tepşi nerede oğan to, turmuş kanda to, ballarını kim bekip bergen to dep, men kuyarman balamga, balam kuyar balasıga degandek bu yaşanğanlar şu perzətlerinki içki pirağıda, perzətlerinki gəm əndisiz pirağıda keçisi uxlayanmay şu oylaş xiyali bilan yana mush uyqusuzluqni keltirib chiqarib qo'ydik. Uningdan bilak şu uxlash o'rnidagi shamolninki o'tishi normal bo'lmasligi, uningdan bilak şu shovqin sur'atdagi yuqori bo'lishidan odatda uyqusi qajitgan. Endi biz qanday qilamiz? Birinciden muş yaşanğanlardaki şu uykusuzluk aparıda yaşanğanlar çiniqishni muvafiq bo'lgan çiniqishni chuqur davomlashtirish. Nurg'unlagan yaşanğanlar endi yashinib qoldi, ozroq mengib yoki harakat qilsam putqalam sunib ketsa, putqalam asga kelmaydi, yoqab jursam menga qon tushdi deb qo'rqib harakat qilishdan to'xtag'li. Şu sebepten ko'proq ular yetish bilan o'ltirishni xohlab qoldi. Şu sebepten ichki a'zolardagi qon aylanish, xil metabolizma anish ravon bo'lanmayma uyqusizlikni keltirib chiqarib qo'ydi. Ammo shu muvafiq bo'lgan chiniqishni qilish yaşanğanlardagi uyqusizlikni oldini olib ham davolashga nihoyat yaxshi. Ham yemeklardan mush menga ho'llik yetkazuvchi yemeklardan masalan anjir murabbosi deymiz, xosin, ham shokolli xosin nima kashtrab yata chog'da 15 taldan 20 talgacha mushuni yeb bergan chog'da menga ho'llik yetkazib uyqu sifatini yuqori ko'tarib berdi. Asan uyquga kiralaydi. Dorilardan ismoq qilgan chog'imizda bu shu mubarri abrishi, ustuquddu sharbati, davoil mishki qatorliq dorilar mush uyqu sifatiga tez kirib uyquninki yaxshi sifatli bo'lishiga kafolatlik qildi. Do'stlarim foydalanib qilishni so'rayman. Rahmat. Men her kuni noche tibobat o'limini so'zlab o'tibman. Kanalga yoqqan bo'lsa, g'anjo qilib anglang. Yurak bip qanglang. Fikr taklifinglar bo'lsa, yozib qanglang. Ko'rishlarmiz.